Yoshlik haqida kimdir so'z ochsa ko'z oldimdan avval o'zim. So'ng koni bodomning yarim yalang'och bug'doy rang bolalari-yu loy ko'chalari o'tadi. Urushqoq Abbos va asab buzar Kamolni hisobga olmasak, bolaligim zo'r o'tdi. Qog'ozda nuragan rangsiz rasmdek uzuq yuluq xotiralar bilan bolalik o'tdi. Kunlar o'tdi, qish o'tdi. Yozga borib bobom o'tdi. Ayamning dadasi edi rahmatlik. Farzandlari qiy-chuv qilib hovlini boshlariga ko'tarishdi. Qishloqning erkaklari tepkilab tuproq ostiga qo'ydilar. Odamlarning g'amginligidan 1-2 kun bosilib turdik. Yana o'ynoqlab ketaverdik. Gir aylanib qishning qoq chillasida enam o'tdi. Bolalari dod solib polapollardek chug'urlashib qolishdi. Enamni ham yer yutdi. O'ligi sovdi. Hayot serialining bu qismlarini ko'rgan onam yotib qoldi.